Bu videoni Moskvaga keladigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Bugun Moskva va Moskovskiy oblast patentiga dokument topshirish jarayonini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Qani ketdik bo'lmasam. Qaysi xonaga kirish, ekzamen, отпечатка topshirish hammasini noldan ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Alohida avtobuslar bor, shu dokument qiladigan joyga olib boradigan. MC1 degan. Hozir shu avtobus keladigan ostanovkaga taksida keldim. Dokument qiladigan joygacha dagansa taksida borsangiz bo'ladi, lekin qimmatga tushib ketasiz. Shuning uchun avtobusda ketgan ma'qul. Mana avtobus ham keldi. Qani ketdik. Yo'l uzoqligi uchun yo'lda videoga olmadim. Mana yetib keldim. Hozir tushaman. Biroz ishim chiqib qolgani uchun kechroq keldim. Soat Moskva vaqti bilan 9 bo'lyapti. Qani ichkariga kiraylik-chi. Mana yo'llar to'sib qo'ygan mana qilib rishotkada. Patent tayyor bo'lganlar chap tarafga o'tadi. Qaysi taraf? Va o'ng tarafga borib yangi dokumentga topshiradiganlar o'ng tarafga kiradi. Patent tayyor bo'lganlar mana turib ko'chirdi. Bu tarafda hech kim yo'q. Dokument topshiradiganlar hammasi kirib bo'lgan. Qancha erta kelsangiz, shuncha ishingiz erta bitadi. 8 dan 8 gacha ishlashadi bular. 8 da ochilgani bilan, lekin ertaroq kelsangiz, ertaroq o'chirib qo'yasiz. Hozir panjarali to'siqdan o'tamiz. Kontrolyor borligi uchun videoga olmadim bu yerda. Mana to'siqdan o'tdik. To'g'ri binoga kiramiz. Chap tarafida vxod bor, ikkinchi vxoddan kiramiz. Mana tepada turibdi yozuvlar, ikkinchi, uchinchi vxod. Mana ikkinchi vxodga kiramiz. Bu yerda ham to'siqdan o'tamiz. Sumkalar lentaga qo'yiladi, unda lenta bor ichkarida. Kontrolyor borligi uchun videoga olinmadim, kiraverishdi. Kirganingizdan keyin qo'lingizga talon beradi, nechinchi o'chirdaligingizni bildiradi u talon. Talonni shu joyda beradi va bu yerga kirasiz. Bu yerda Moskva va Moskovskiy oblast patentini olish uchun terminalga borasiz. Talonni olish to'g'ri shu terminalda oldiga kelasiz. Ekranda ikkita tugma bo'ladi. Moskva patentini olmoqchi bo'lganlar Moskvani bosadi. Bosgandan keyin qo'lingizdagi talonni skaner qilasiz ko'rsatgan joyga. Undan keyin sizga qo'lingizga yana bitta chek chiqarib beradi. Bu straxovka. Uni ham olib olasiz. Biz 4-sektorga borishimiz kerak. Bu 11-sektor. Biz 4-siga borishimiz kerak. Mana 4-sektor. Meni o'chirim 3953. Mana odam juda ham ko'p. 9 da kelganim uchun o'chirimiz 4,5 da keldi. To'g'ridagi opaga borib uchrayman. Shu yerda asosiy dokumentlarni taxlab beradi. Taxminan 10-15 minut vaqt ketadi. Videoga ololmadim. Sertifikat yo'q bo'lsa ekzamen topshirgan, qo'shib hisob-kitob qilib berib, chek chiqarib beradi. Chekni olib to'g'riga borasiz, bankomat bor, bankomatdan to'lov qilasiz. Qo'lingizga shunaqa braslet taqib qo'yadi hozirgi joyda.